Bu videoda biz kameraga tushib qolgan eng qo'rqinchli top 5 ta videoni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Oxirgi videoni siz aniq ko'rmagansiz. Tayyormisiz? Qani boshladik. Xo'p, o'rtoqlar, bizda top 5-video. Boshladik. Xo'p, mototsiklda ketyapti. Nima bo'ldi hozir? Mototsiklda shokka tushib qoldi. Nimadir ko'rindi deyapti. Давай, повтор qilib ber bizga. Hop, повтор. Odam. Hop. Yo'q bo'lib qoldi odam. O'rtoqlar, ko'rdilarmi? Bitta qaytarib ko'ringlar. Yo'ldan o'tib turgan odam sirasi yo'q bo'lib qoldi. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglarchi. Men uchun qiziq, bitta-bitta o'qib chiqaman. Menga lekin ishondim. Qani bizda top 4-video. Ketdi. Xo'p, jigarlar, bizda top 4-video. Boshladik. His cat, then something terrifying happened. The following video recently went viral across social media. It was recorded by a young man from Colombia who says that on that day he noticed his cat behaving very strangely. Unlike her usual self, she kept staring at a specific spot inside the house for a very long time without moving. Because of this, the young man picked up his phone and started recording her. What happened next was terrifying. Let's watch the footage. Qani nima bo'lgan ekan? Hop, mishiq turibdi. Nieves, ¿qué pasó? ¿Qué ves? Oye, Nieves. O'tiring, bu mishiq. Nieves. Marica, se quedó. Qotib qo'yganini qaranglar, o'rtoqlar buni. ¿Qué putas veo? Nieves. Marica. Nieves, ¿qué miras? Jigarlar, mishiqni qaranglar, qotib turishini. Nieves. Mishiqqa nima qilsa ham bitta nuqtaga qarab turibdi, qimirlamasdan. Nieves. Nieves, oye, ¿qué estás viendo? Agar men bo'lganimda, mana shuni mishiqni itarib olib turib, qochardim borku. Hech narsa yo'q hozircha. Endi qimirladi mishiq. ¿Qué estabas viendo, nena? ¿Por qué me asustas así? Ya. Qotib qolganini ko'rdilarmi mishiqni? Arvoqni ko'rib qolsa qotib qoladi. Mishiqlar xuddi shuna bo'ldi. Lekin mishiq ixtiyorli qila olmaydi, faqat rosti u mishiqlar. Men ichim g'alati bo'lib ketdi-yu, sizlar nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Rostmi, yolg'onmi? Lekin mishiq rostdan bitta nuqtaga qarab shunday qotib qoldi. Men bunisiga ham ishondim, to'g'risi. Men bilasizlar, faqat to'g'risini aytaman. Sizlarning fikrlaringizni kommentariyada kutaman, o'qib chiqaman. Va bitta podpiska, bitta like bosish ham esdan chiqib qolmasin. 10 mingtaga juda oz qoldi. Bizda top 3-video. Qani ketdi. Xo'p, jigarlarim, bizda top 3-video. Ko'rishdan oldin bitta hozir pauza qilib turib, bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. говорит, что случайно juda zo'r заснул на kontentlar диване hali во время oldinda записи 10 mingta и bo'lishimga упомянул, что, faqat sizlar просмотрев yordam запись позже, Boshliysizmi? он был по-настоящему Rahmat. напуган. Sizlarni yaxshi ko'raman. Yuragimda sizlar. Boshladik bo'lmasam. Xo'p, divanda odam yotibdi. Nima ovozlar chiqyapti? Xo'p, uxlayapti. O'rtoqlar, nima bu? Qo'rquv uyg'onib ketdi bor-ku. Ha, mishiq ekan. Сначала слышны странные звуки, доносящиеся из дверей, которые медленно начинают двигаться сами по себе. Нолан, кажется, ненадолго просыпается, оглядывается, а затем снова засыпает на диване. Ha, bir marta o'zi ovoz chiqqan ekan. Чуть позже запись переходит к другому моменту, когда Нолан снова спит. Bittada yopilibdi eshik. На этот раз одна из дверей внезапно громко захлопывается, мгновенно разбудив его в замешательстве, пока он пытается понять, что только... Agar sizlarda shunday holat bo'lganda, to'g'risi nima qilgan bo'lardingiz? Men o'zim aytaman, uy ochiq qoladimi, yopiq qoladimi, qochardim. Nima keragi bor? Borib tekshirib ko'rib. Siz yozingchi, nima qilgan bo'lardingiz agar sizda shunday holat bo'lganda? Faqat to'g'risini yozing. Men o'qib chiqaman. Bitta like ham esdan chiqmasin. Bizda top 2-video. Qani ketdi. Xo'p, jigarlarim, bizda top 2-video. Tayyormisiz? Boshladik. Натали и несколько других человек сидят в подвале.
пытаясь Тут установить beshta контакт с возможным dugonalar духом, o'tirishibdi. когда внезапно происходит следующее. Podvalga tushib ruh Не могли бы вы chaqirishyapti. подать нам знак, если Ko'ramiz. кто-то здесь? Может быть, один из шаров. Bu yerda Зажгите их, kimdir bo'lsa bizga переместите их. znak Не berdi. могли бы вы подать нам знак, если кто-то здесь? Nima bo'ldi hozir? Может быть, один из шаров. Bu yerda Зажгите kimdir их, bo'lsa переместите их. belgi ber deyapti. Kim bor Не deyapti. могли бы вы подать нам знак, если кто-то здесь? Может быть, один из шаров. Зажгите их. Не могли бы вы подать нам знак, если кто-то здесь? Может быть, один из шаров. Зажгите их. O'rtoqlar ko'rdilarmi? Внезапно блузка Натали, кажется, двигается сама по себе. Почти как будто Bu что-то bular e'tibor тянет bermabdi её. bu narsaga. Bu kameraga tushib qolgan. Особенно интересна ее мгновенная Shuni реакция. orqasidan Она tortyapti. быстро замечает движение и оборачивается, выглядя искренне смущенной тем, что только что O'rtoqlar, произошло. Именно Top момент ikkinchi делает video его shunaqa bo'lsa, особенным. top 1 qana bo'lar ekan. Men Группа o'zim juda активно qiziqyapman. пытается установить Top 1 контакт с videoni духом, ko'rishimizdan когда oldin происходит hoziroq движение, bitta like, поэтому bitta obuna легко bosib понять. qo'ying. Mani faqat sizlar podдержка qilasizlar. 10 mingta bo'lsam, juda ham zo'r kontentlar qilib beraman sizlar uchun. Men o'ylagan kontentlarni sizlarga ko'rsatib berishim uchun menga auditoriya kerak. Podдержка qilinglar, bosdingizlar like, podpiska. Jigarim rahmat, sizni yaxshi ko'raman. Biz boshladik bo'lmasam, top 1. Ketdi. Jigarlarim va nihoyat top 1-videoga yetib keldik. Ko'rganinglardek joyimni o'zgartirib oldim, sizlarga qulay bo'lishi uchun. Bu tomonda bemalol ko'rsalaring ham bo'ladi. 1 minut vaqtlarini olaman. O'tgan videoda men Telegram kanalimiz haqida gapirib o'tdim. Ko'p obunachilarimiz tushunmadi shekilli, faqat 4 ta dona odam obuna bo'ldi. Eng muhimi obuna bo'lish Telegram kanalimga. U kanalda men g'oliblarni aniqlayman. Qanaqa g'olib? Top 1-video. Uzr, adashib ketdim. Hayajon bo'lyapti-da. U videoda u video deyapman. Nima bo'lyapti? Menga o'rtoqlar, uzr. Hayajonlanyapman. Endi baribir 10 mingta yoz qoldi. Telegram kanalimizda men 10 ta g'oliblarni aniqlayman. 10 ta obunachim men bilan birgalikda, siz bilan birgalikda video olamiz. Qanaqangi video? Tashlandiq binoda birga qo'rqinchli videolarga reaksiya qilamiz. Har xil ruhlarda chaqirib ko'ramiz. Eng muhimi 24 soat birgalikda o'sha tashlandiq binoda birga yashaymiz, qolamiz. Zo'r kontent bo'ladi. U uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lishlaring kerak. O'sha yerdan men aniqlayman. Tez kunda, 2-3 kun ichida 10 ta g'olibni aniqlayman. Omad, silka описаниеda bo'ladi. Bizda top 1-video. Boshladik. Xo'p, jigarlarim, va nihoyat top 1-video. Boshladik bo'lmasa. It was recorded by a security camera Xo'p, inside her hamma home. oilaviy Rianne says televizor her ko'rib young o'tirishibdi. daughter loves styling hair, so she keeps a styling mannequin Xo'p, head in qo'g'irchoqqa downstairs. dumalaq qo'yib On qo'yibdi. this day, O'shanga e'tibor while beramiz. Rianne was sitting in the living room watching TV, Boshlang tezroq endi. something terrifying and completely unexpected happened. Boshlandi. Televizor ko'rib o'tirishibdi oilaviy, hamma o'zi bilan o'zi band. Ko'rdilar-a? Men jimman. Ikkinchi marta qimilladi kallasi. Bu kameraga tushib qolgan. Bu telefon emas, kameraga tushib qolgan. Hozircha bular ko'rgani yo'q. Yana qimillayapti. Bu xohlagan tomoniga qarayapti-yu. Ana kichkina qizcha ko'rib qoldi. The head of the styling mannequin moved strangely. At first, Shum g'alati bo'lib no one ketdi borku. noticed it. Bu But when it telefonni moved the olinmaganda bu second kameraga tushib Both qolganda, the real. woman and her daughter saw it clearly. Her daughter, terrified, ran straight toward her Ana in terror. qizcha chaqiryapti o'z ota-onasini. Here's clip 2. My little girl jumped off the couch, ran Biz over ko'rganimiz yo'q, hammasi joyida I'm deyapti. frantically telling my husband, "Oh my god, she just looked at me." Inglizcha bilmayman, My daughter's tavakkal covering her aytyapman mouth. sizlarga. I'm like, Juda "Oh zo'r my bilmayman. god." He's Dadasi looking tekshirib behind, there's ko'ryapti. nothing there. I'm covering my face like, "Oh my god, I cannot believe this happened." And now I'm gesturing at the living room camera, saying, "Get your phone. You've got to look at this. You've got to look at that footage." Jigarlarim, bunga nima deysizlar endi? Men nima desam bo'lar ekan? Kameraga tushib qolganligi uchun, haqiqiy robotchi kameraga, uyda kamerasiga tushgani uchun men ishondim, sal ishondim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Men to'g'risi, men hamma kommentda bitta o'qib chiqaman. Chunki sizlarning fikrlaring men uchun qiziq. Hoziroq bitta pauza qiling, bitta like bosing, obuna bosib qo'ying va komment yozing. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr bo'lmasa.